autizm hech qachon qanaqadir прививкаdan keyin yoki yiqilib tushgandan keyin yoki shamollagandan keyin bo'lib qolmaydi. U genetik. Уже tug'iladi, unda уже uni spektri bo'ladi. Bilasizmi, прививкаdan Yo'q, bu eng katta xato. Lekin normada ham stigmalar bo'ladi. Shu autistlarning stigmalari bor. Takrorlovchilar. Misol uchun qo'lini chapga chaladi, misol uchun o'zini uradi, misol uchun. O'kayri ush bolalarda bo'lmaydi, kattalar. O'smirda bo'ladi. boladagi qayta qaytalanishlarchi mana qayta-qayta Stigma. Ular autizm uchun xos, lekin u autizm emas уже. Uni bor degan autizm emas. Mana bilasizmi, mana именно mana shu narsani aytmoqchiman-da. Shikoyat etyapti, mana bu yurmayapti, bu yoki misol uchun hammasi joyida yuryapti, hammasi joyida bo'lsa ham, ko'zingizga qarab turadi-da, gapingizni gapirib bo'ldingiz, bo'ldi, bunaqa jo'natasiz, qarab turadi-da. Keyin anaqa savolingiz autizm haqida so'ramoqchimisiz deyman-da. Yoshga emasmi deyveradi-da. Keyin savolingiz autizm emas demoqchisiz desam, autizm bormi deb so'ramoqchimisiz desam, ha deydi. Mana qaynagachimda bor, unda bor, bunda bor deydi-da. Bizda ham bormi deydi. Autizm naslga o'tmaydi. Bitta uyda bor degani hamma bolada ham bo'ladi degani emas.